Nimaga tiniqsiz siz? Tiniqman o'zi. Hayotda ham shunaqa tiniqman. Hozir bir ikkita akalar xotinini suykatdi endi. Nimaga sen unaqa tiniqmassan deb. Mana shunisi yomon ijtimoiy tarmoqqa. Tiniq bo'lishi uchun hatchabi oyiga $3000, $4000 ishlatsin, xotini tiniq bo'ladi. Xotobom $3000-$4000 ishlatib xotinga. Tiniq xotini xohlasa ishlatadi-da. $200 yetadi. Nimaga kerak? $3000-$4000. $200 prokladkasiga ham yetmaydi, aylanay. Serios. Mana hisoblab bering-chi. Hali xotin olmagansiz, bilmaysiz qanaqa xarajatlari bor. $3000 nimaga ketadi, mana ayting-chi. Soch. Hachabi bir oyda bir marta salonga boradi, sochini qildirishga, tirnog'ini qildirishga, qo'l oyoqni qildirishga уже $100 ketib qoladi. Bitta manikyur pedikyurga. Bu nima bir oy davomida o'zini qildirib yuraveradimi? Uy-puy ishchi enasini olma qiladimi? Silliq xotin xohlayapsizmi? Enasini olma qiladi, значит. Tiniq xotinlar bu ishini qilmaydi. Bundan ashaqa xira bo'lib yuraveringlar. Xira bo'lib yuraveringlar.